qamoqxonada mana shu usulda mashq qilishganini ko'rgan edim. Yo'q do'stlar, men qamalmaganman, lekin bitta kino ko'rgan edim. Gollivud tomonidan ishlangan kino. Выстрел в пустоту, ya'ni bo'shliqqa tomon o'q uzishmi degan kino. O'zbekchasi adashmasam shunday edi. Juda ham ajoyib kino. Bu mashq nima desam ekan? Yugurishni ham, sakrashni ham, bo'ynaga tosh ko'tarishni ham o'rnini qoplab keta oladigan mashq. Juda ham zo'r. O'shanda hamma shu qamoqdagilar, shu zeklar deymiz-ku, bajarishadi. Men prosta ularning hayotiga qarab emas, bajargan mashqi zo'rligi uchun sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu kinoni ko'rsanglar juda ham chuqur ma'noga ega, uni ruschani tushunsanglar, ko'rsanglar, bir erkak oilasi uchun nimalar qilganini ko'rasiz. Endi mashq o'tamiz. Qarang. Ajimani holati bunda ham xuddi shunday. Tushdik, ajimani, turdik, sakraymiz. Buni oldin ham ko'rsatganman. Ajimani, turdik, sakradik. Ajimani, turdik, sakradik. Qo'lingizdan kelsa minutga qo'ying, 1 minut, 2 minut. Qo'lingizdan kelmasa 10 ta 15 tadan 5-6 pat qotishlaydi. Albatta zo'r foyda beradi bu narsa.